Yaxshimisiz uka, tuzimisiz? Yaxshi, rahmat, Xudoga shukr. Kim bu aka, tanimadim? Ha, bu qo'shnim, mahalladoshim qo'shnimga akfa qo'yib berib ketgan ekansizlar. Ha, kimnikiga? $500 Abbos degan qo'shnimizga. Qaysi Abbos? Qora Abbos bor-ku. Ha, bo'ldi. Nima o'tdi aka? Ha, shunga uka, mana biz ko'rib chiqdik-yu, 500 ming, 600 mingdan qo'yib beryapti, nimcha $500 ga qo'yib yubordinglar. Aka, u akfa bilan ko'chadagi sotayotgan romlarning farqi bor aka. Eshiklarni balkondan qildik, derazasini akfa plast originaldan qildik aka. U bozordagi bilan farqladi. Bir xil, hammasi bir xil. Yo'q, nima bir xil aka, bir xil. Plastizmi, boshqasimi, hammasi bir xil. Biz ko'rdik. Aka, nima ish qilasiz? Menmi? Ha. Men mol qo'yib ataman uka. Aka, mol bilan qo'ydi, yemishi bitta, lekin nimaga ikki xil chiqadi? Endi bilmayman aka unisini. Ha, bu qahli jetmay nima qilasiz aka, akfaga aralashib? Ishingiz qilmaysizmi?